Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Samarqand viloyati Urgut tumani G'ishmachit mahallasida istiqomat qiluvchi Ulug'murodov Farhod otajonim, siz bilan bog'landikmi? Aha, Sog' salomatmisiz? Ahvollaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi otajonim? rahmat. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Hozirda biz sizga Tabrik.uz loyihasidan kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Avvalambor bugungi murodbaxsh seshanba kuni muborak bo'lsin. Yana bir kunni bizga tuhfa etgan Robbimizga hamd va sanolar, shukronalar bo'lsin. Rahmat. Bugun erta tongda shirin niyatlar ila duoga qo'l ochib, Allohdan nimaiki yaxshi tilaklar tilagan bo'lsangiz, barchasiga Allohim ziyodasi bilan yetkazsin. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz, qabul qilgan 59 yoshingiz muborak bo'lsin otajonim. Rahmat. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon yaqinlaringiz tomonidan go'zal bo'lgan tabriknoma va dilizhorlar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz, otajonim, mana shunday shukronalik, shodiyonalik kuningizda qalbingizga quvonch ulashish niyatida bizning loyihamizga qaysi bir yaqin insoningiz murojaat qilgan bo'lishligi mumkin? Shuni o'g'lim Muhammad bo'lish kerak. Otajon, qaysi bir farzandingizdan kutyapsiz mana shunday surpriz g'oyibona tabriklarni? Shunda bu tabriklarni hammasi ham tabriklash mumkin. Farzandlarimni barcha. Hozir menimcha shu tabrikni qilib bo'lsa kerak. Yana taxmin qilib ko'ramiz otajonim. Muhammad Jonbor qilish mumkin. Albatta otajon, siz dunyodagi eng baxtli inson ekansiz. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz munosabati bilan barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz, farzand ne'matlaringiz chin yurakdan samimiy muborakbod etib qolishibdilar. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi yangajoningiz Ra'no hoji onajonimiz, keliningiz Gulmiraxon opajonimiz, Shirindan shakar nabiralaringiz Sunnatbek, Imonaxon, Rayhonaxon nomidan va barcha yaqinlaringiz nomidan sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, dunyolarga ham alishmaydigan, sizni jannat bog'lari sari yetaklovchi farzandingiz, hozirda Polsha davlatida musofirlikda bo'lgan o'g'lingiz Shokir aka nomlaridan kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Rahmat. Farzandingiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Hozirda musofir yurtlarda bo'lishlariga qaramasdan siz uchun atalgan mana shunday g'oyibona surpriz tabriklarini yo'llab qolibdilar. Jonomon bo'lsin. Sog' bo'lsin. Rahmat. Ilohim aytganlaringiz kelsin otajonim. Agarda sizni qimmatli vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, ushbu dilnomalarni, tabrik xatlarini siz uchun o'qib eshittirmoqchiman. Ushbu dilnomalarni farzand ne'matingiz nomlaridan sovg'a tariqasida qabul qilasiz. Ko'ksim to'lib yig'lasam boshimni silab, har lahza Xudodan umrimni tilab, kiymay kiydirdingiz, kiysin deb bolam, o'zingiz och bizga osh tutgan otam. Qancha zahmatlarga qilib bardoshlar, ko'ksingizga to'lsa hamgina yu toshlar, jimgina kulasiz kelsa g'amstam, sabrda sardorim oqilim otam. O'g'il qizim bor deya ko'kragin kergan, bu menga Allohning ne'mati degan, yillar o'tib qaddi bukilsa birdam, ammo boshi nomardga egmagan otam. Assalomu alaykum ko'rkam koshonamizning mustahkam ustuni. Suyansak, suyangudek tog'imiz, qalqonimiz, iymonli, diyonatli insonimiz. Hamisha pok duolari ila hayot yo'llarimizni to'siqlardan xoli qilib kelguvchi mehribonimiz, davlatimiz, dadajonimiz. Sizni bugungi yorug' va ravshan kunlaringiz, Allohim hadya qilib bergan mana shunday tavallud ayyomingiz munosabati bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Sizga mustahkam sog'lik, boqiy umr, barcha rejalashtirgan ishlaringizda omad va muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.
Bolaligimizdan bizni ko'tarib, voyaga yetkazgan kuchli mehnatkash qo'llaringiz aslo dard ko'rmasin. Beg'ubor qalbingiz hech qachon azor chekmasin. Ko'zlaringiz har doim quvonchdan porlasin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Dadajonim, mehribonim, hamisha baxtimizga sog' salomat bo'lib, o'zingizni har doim biz uchun asrab-avaylab yuring. Piru badavlatim, qiblagohim dadajonim, siz bizning bu dunyodagi eng qadrli, eng aziz, mehribon insonimizsiz. Sizni dunyo qadar yaxshi ko'ramiz. Bizning baxtimizga doimo sog' salomat bo'ling. Eng sof tilaklarimdan biri bo'lgan Allohimning bayti har bandaning orzusi, istagi bo'lgan haj safarlariga borishlik, hoji ota bo'lishlik ilohim sizga nasib etsin. Hamma bir-biridan bexabar, najot izlaydigan mashhar kunida bu aziz boshingizga quyosh nuridan-da porloqroq tojlar kiygizishdek buyuk baxt ilohim bizlarga nasib etsin. Biz farzandlaringizni yaxshilik kunlarimizni, to'y tomoshalarimizni ko'rishlik, yaxshilik kunlarimizda doimo yonimizda bosh bo'lib, to'kin sochinlikda, tinchlik, xotirjamlikda, osoyishta, farovon, baxt, saodat ila hayot kechirishlik ilohim sizga nasib etsin. Sizni dunyolarcha yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'ling. Yana bir bor tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz muborak bo'lsin. Diydor onlariga qadar Allohimga omonatsiz deya o'zlarining samimiy dil izhorlariga yakun yasagan ekanlar. Ey hayot, sen menga mushtingni tugma. Qanotim qayirma, boshimni egma, yolvorib so'rayman, Allohim sendan, onamdan ayirding, otamga tegma. Onam borligida qila olmadim to'y. Ehson qilolmadim, so'yolmadim qo'y, ayla meni yondir, ko'zlarimni o'y, onamdan ayirding, otamga tegma. Birgina shu otam suyangan tog'im, panohim, farishtam, ishongan bog'im, bog'im deb, tog'im deb suyangan chog'im, onamdan ayirding, otamga tegma. Bilaman qo'limdan kelmas hech vaqo, umidni bunchalar so'ldirma hayot, otamdan ayirsang bo'laman ado, onamdan ayirding, otamga tegma. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, jondan aziz yaxshi ko'ruvchi farzand ne'matingiz tomonlaridan kelgan mana shunday go'zal tabriknoma biz orqali qalbingizga oz bo'lsa-da xursandchilik, quvonch ulashgan bo'lsa, biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Ayni daqiqa, ayni fursatlarda bizning suhbatimiz loyihamiz ijodkorlari tomonidan esdalik sifatida yozib olinmoqda. Shunday ekan, sizni ham yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga, farzandlaringizga aytar so'zlaringiz, dil izhorlaringiz bo'lsa, marhamat, biz orqali yo'llab qolishingiz mumkin. Baxtimizga sog' bo'lsin. Bolalarimiz boshiga omon bo'lsin. Yarlarimiz Allohga kelman, hammalari sog' salomat bo'lsin. Kattadan rahmat. So'lgan kunda eslab tabriklashibdi. Yana ham varimiz. Faqat duoda bo'lamiz, omon bo'lishsin. Ilohim aytganingiz kelsin, qalbingizdagi barcha o'ylagan orzu, umidlarga Allohim ziyodasi bilan yetkazsin. Musofir yurtlardagi yurtdoshlarimizni ham Allohim o'z panohida asrasin. Bugungi kuningiz unutilmas onlarga, xursandchiliklarga boy bo'lsin. Doimo Alloh muhabbatiga, yaqinlar hurmatiga, ardog'iga payvand bo'lib, dunyodagi eng baxtli inson bo'lib yashashlik baxti sizga nasib etsin. Sog'u salomat bo'ling. Minnatdormiz samimiy tilaklar uchun. Sog'u salomat bo'ling. Minnatdormiz. Sog' bo'linglar. Mehribonim, jonim dadam, tashvishlari bilan ovora bo'lib, sizni har kun bir quchib aytishi kerak bo'lgan so'zni aytolmagan esi yo'q o'g'lingizni kechiring. Dada, keling, sizni bir bag'rimga bosay. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman.
borlig'ingiz bizlarga tortiq. Kimim bordir padardan ortiq. Hol so'rmadim o'zimdan ortib. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Bo'g'zimga ne tiqildi shu dam. To'xtatolmas ko'z yoshin odam. Jon dadama, mehribon dadam. Sizni juda yaxshi ko'raman. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarin yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dardinga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni goho, dada sizni yaxshi ko'raman. Har kun sizni o'ylasam hamki, mehringizga to'ymasam hamki, kunda quchib qo'ymasam hamki, dada sizni yaxshi ko'raman. Quchog'ingiz bunchalaram keng, jon bolama, jonim bolam deng. So'zlaringiz tillolarga teng, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Har o'g'il qizni zoriqtirmay o'stirgan bizni. Ota bo'lib angladim sizni, dada sizni yaxshi ko'raman. Dardin yegan har o'g'il qizni zoriqtirmay o'stirgan bizni. Ota bo'lib angladim sizni, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dada, sizni juda ham yaxshi ko'raman.